Mana suratlarda ko'rishimiz mumkin Yunonlarni asarlaridagi qahramonlarni. Endi Yunon dostonlarida Kichik Osiyodagi Troya shahriga qilingan yurishlar, qahramonlarning kurashlari va boshlaridan o'tkazgan sarguzashtlari hikoya qilinadi. Yunon adabiyotining yirik namoyandalaridan biri Gesiod bo'lgan dedik. U miloddan avvalgi 8-asr oxiri 7-asr boshlarida yashab o'tgan. Uning Mehnat va kunlar poemasi Yunon mehnatkashlarini mehr-muhabbat, tekinxo'r aslzodalariga nafrat ruhida yaratilgan bir asar. Gesiod o'z asarida mehnat ahlini ulug'lab bergan. Miloddan avvalgi 6-4-asrlarda Yunonistonda Eskil, Sofokl, Yevkripid kabi mashhur shoir, dramaturglar ijod qilishgan. Aynan shularning asarlari, dostonlari Yunonistonda rivojlangan, tobora ommalashib, kuchayib borgan boyagi teatrlarda bularni asarlardan foydalanilgan. Qolaversa, ularning eng mashhuri she'r, tragediyalar yozib borganlar ichida mashhuri Eskil hisoblanib, miloddan avvalgi 525-456-yillarda yashagan, 90 dan ortiq tragediya yozgan. U tragediyalar otasi degan nom olgan, shuhrat qozongan. Uning eng mashhur tragediyalari bu Zanjirband, Prometey hamda Forslar tragediyasi bo'lgan. Zanjirband Prometey asarida pahlavon Prometeyning xudo Zevs irodasiga qarshi borib, odamlarga qamish poyasidan osmondan olov keltirib beradi. Rivoyatlarga ko'ra, u odamlarga uy-joy qurishni, hayvonlarni qo'lga o'rgatishni, kema yasashni, hisob ilmini hamda xat-savodni o'rgatgan deyiladi. Bu ishlar Zevsni g'azablantirgan hamda Prometeyni u tog' qoyasiga zanjirband qilishni buyurtirgan. Zevs temir tumshug'li qushga Prometeyning jigarini cho'qib yeyishni buyuradi. Prometey kelajakda kimlar Zevsni hokimiyatdan mahrum qilajagini ham bilar edi deyiladi. Ammo u bu sirni Zevs yuborgan Germesga aytmaydi. Shunda Zevs Prometeyga shunday g'azab qiladida, zanjirband Prometey qoya bilan yer qa'riga tushib ketadi. Eskilning Forslar tragediyasi miloddan avvalgi 492-449-yillardagi Yunon-Fors urushlari voqeasiga bag'ishlangan asar. Qolaversa, bunga qo'shimcha Yunonistonni Kichik Osiyodagi polisi hisoblangan Galikarnas shahrida tug'ilgan Gerodot ham o'zini tarix asarini bilamizki 9 tomdan iborat bo'lgan bo'lsa, 1-2-3-4 Yunoniston kechirasiz Mesopotamiya tarixiga, Misr tarixiga, Saklar, Skiflar tarixiga, Lidiya tarixiga bag'ishlangan bo'lsa, qolgan 5-6, 7, 8 hamda 9-tomlari aynan Yunon-Fors urushlari tarixiga bag'ishlanganligini Gerodotni o'zi yozib ketadi. Mana Eskil tragediyasi ham, Forslar tragediyasi ham Eskil tarafidan yozilyapti. Bu Yunon-Fors urushlariga bag'ishlangan tragediya hisoblanadi. Yunonistonning yana bir shoiri, dramaturg Sofokl bo'lgan. U miloddan avvalgi 496-406-yillarda yashab ijod qilgan tragik shogird hisoblanadi. Ya'ni tragediyashunos. U 120 dan ortiq tragediya yozgan bo'lsa, Shoh Edip, Antigona singari tragediyalari nisbatan ommalashgan, mashhur bo'lgan. Yunonistonda ilmiy bilimlarning rivojlanishi qay yo'sinda borgan? Qadimgi Yunonistonda fanning turli sohalari bo'yicha mashhur olimlar yetishib chiqqan. Faqat tarix emas yoki faqat deylik adabiyot sohasi emas, balki xususan fizika, matematika fanlarida ham Yunonlar mohir bo'lishgan. Qadimgi Yunon olimlari Misrga, Bobilga, Kichik Osiyo xalqlarining bilimlaridan bahramand bo'lish uchun ham borib, demak, sayohatlar uyushtirib turishgan. Qadimgi Sharq fani Yunon dunyosi ilm fanining rivojiga barakali ta'sir ko'rsata olgan. Miloddan avvalgi 7-1-asrlarda Yunoniston Gomer, Gesiod, Gerodot, Demokrit, Protagor, Gippokrat, Sokrat, Aflotun, Arastu bularning sonini tobora ko'paytirib sanab berish mumkin. Shu kabi ulug' siymolarni yetkazib bergan hudud sifatida eslanadi. Miloddan avvalgi 6-5-asrlarda Kichik Osiyoning g'arbiy sohilidagi Milet shahri ilm-ma'rifat markaziga aylanib qoladi. Bu shaharda o'sha zamonning mashhur olimlari, tarixchilari to'plangan edi. Ulardan biri miloddan avvalgi 490-424-yillarda Kichik Osiyodagi, demak, bu yerda Balikarios shahrida yashab ijod etgan Gerodot deyapmiz. Biz yuqorida Galikarnas dedik. Bu toponimik nomning har xil ma'noda kelishligiga isbot. Juda bilimli olim bo'lgan Gerodot miloddan avvalgi 477-5-yillarda Misrga, Bobilga, Suriyaga, Kichik Osiyo, Qora dengiz sohalaridagi mamlakatlarga sayohat qilgan. To'g'ri, Gerodot Markaziy Osiyo bizning hududlarimizga kelmagan, lekin qayerdan sakma-sakatlar haqida ma'lumot olgan bo'lishi mumkin, bo'lmasa deyishingiz mumkin. U bu yerda bo'lganlar bilan suhbat qilgan yoki
Bu yerni tarixi bilan qiziqqanlarning demak asarlarini o'rganganida guvohi bo'lgan. Shulardan ko'rib qarab yozgan bo'lishi mumkin. Gerodot Yunoniston, Eron urushlari tarixi ko'p jildli tarix kitobining muallifi hisoblanadi. Qolaversa uning Skifiya yoki Skiflar tarixi ham nomlangan kitobi ham bor. Uni ommalashmaganligini sababi u ko'proq badiiy uslubda yozilganligini hisobiga tarix singari ommalashmagan. Gerodot o'zi haqida Gerodot ellinlar va boshqa xalqlarning ulug' ishlari nom nishonsiz qolib ketmasin deb bu ma'lumotlarni to'plagan va yozgan deb o'zi qoldiradi. Yunon dunyosining ulug' donishmandlaridan biri Kichik Osiyo sohiliga yaqin joydagi Kos shahrida tug'ilgan mashhur tabib bu Gippokrat. U miloddan avvalgi 460-375 yillar oralig'ida yashagan bo'lsa, eng sevgan mashg'uloti tabiblik bo'lgan. Ya'ni tabobat ilmining asoslarini otasi Geraklitdan o'rgangan. U tabobatning hamma sohalarini yaxshi bilgan, shug'ullangan sohalar bilan 70 dan ortiq ilmiy asar yozgan. Hozirgacha saqlanib kelayotgan shifokorlar qasamiyotining muallifi Gippokrat. Gippokrat musulmon dunyosida Suqrot nomi bilan mashhur bo'lib, kechirasiz, Buqrot nomi bilan mashhur bo'lib, miloddan avvalgi 370-yil 85 yoshda vafot etgan vatandoshimiz Ibn Sino o'zining tibbiy ijodida Gippokrat asarlaridan yaxshi foydalangan. Abu Ali Ibn Sinoning tib qonunlari yoki Al-Qonun fit tib nomlanuvchi Al-Qonun fit tib deb nomlanuvchi asari ham 18-asrgacha hatto rus dunyosida, g'arb Yevropa dunyosida asosiy dasturul amal yoki xizmatchi vazifasida shifokorlarga yordam berib kelgan asar hisoblanadi. Yunonistonda me'morchilik, haykaltaroshlik ma'lumotlarini qo'shimcha ravishda o'rganib qo'yishingiz mumkin. Davomli prezentatsiyamizni, taqdimotimizni biz sizga havola qilamiz. Qandaydir savollaringiz, tushunmovchiliklar tug'iladigan bo'lsa, Telegram ijtimoiy tarmog'i orqali yuborishingiz mumkin. Imkoniyat darajasida javob berishga harakat qilamiz. Keyingi darslarda uchrashguncha xayr, sog' salomat bo'ling.